tumanidagi Shohimardonobod mahallasi hududidan o'tuvchi Farg'ona Hamzobod Vodiy avtomobil yo'lining 14-chaqirimida ikkita avtomashina to'qnashuvi sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida halok bo'lganlar borligi aytilmoqda. Voqea tafsilotlari haqida muxbirimiz Bahodir Maqsudov xabar beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisi harakat paytida yo'l harakati qoidalarining bir nechta talablarini buzib, tezlikni me'yordan oshirgan va yo'lni qarama-qarshi tomoniga chiqib ketgan. Natijada u o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Tiko rusumli avtomashina bilan to'qnashgan. Hodisa oqibatida Tiko haydovchisi voqea joyida vafot etgan. 2 nafar voyaga yetmagan bola va 1 nafar ayol shifoxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan hayotdan ko'z yumgan. Ma'lum qilishicha, sud hukmi bilan jabrlanuvchilarga 100 million so'm miqdorida moddiy zarar undirib berish belgilangan. Jinoyat ishlari bo'yicha So'x tuman sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 266-moddasi 3-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ushbu modda bilan 3 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilingan holda 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Yo'llarda harakat xavfsizligi qoidalariga amal qilish har bir haydovchining burchi. Bir lahzali e'tiborsizlik oqibatidan butun bir oila taqdiri hal bo'lib qolishi mumkin. Bahodir Maqsudov, Dostonbek Oblomov, Ovoz informatsion dasturi uchun Farg'onadan.